Bu videoda biz dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Let's go. 5-qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli Darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klonlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha Chico'ning o'yinchog'ini ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchog'i ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim bu? Qamasanmi bu bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olsa ketding? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga davo qidiramiz. Okay, maqsadingizga yetinglar jigarlar. Men normalniy insonman. Bolalar, esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblin oldiga bordik. To'g'rimi, Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichi dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shu uchun ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. Yomg'ir yog'yapti, shu uchun ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlarmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismni to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki mana har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni ham qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqa joydan olib kelib, shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar, bizda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105,000 like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mendan har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va aynan sizlar qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Davlat mana shu payt obuna bo'linglar va men biling obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling. 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'lish mo'ljali sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, eng yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chemodan ochiq bittasi. Sen aniq ochmading emasmi? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chemodan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar Chico'ni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchigan deydi-ku, shundan keyin qolib ketgandi. Hey! Hamma narsa olish kerak, tupu olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldi deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha bo'lib ketdi? Shoshma. Aniq boshlandingmi? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Meni esimda yo'q, prosta kitobda olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okay, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect, qaytmas bir comeback bo'libdi. Rahmat senga do'stim. Endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Yo'q, stop, qaranglar. Biz Goblin oldiga bordik va Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqlik narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqara olasizlar dedi. To'g'rimi? Da. Men buni tashlab kelgan o'sha narsani. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizani qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashlab kelganman. Toshot, bu bizdan emas, Toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bo'lmasa? Saytga kirib chaqiringlar qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Yana o'tgan safargidek hazil qilib. To'g'risi do'stlar, men qo'rqaman Gambitdan. Men buni ichida esa mana o'sha undan oldin safar chiqqan qog'oz va mana bu ko'plab klonlar. Bular ichida qanaqadir kelmagani bormi? Yo'q, menmi kelmadi. Bular hech qaysi kelgani yo'q qancha. Faqat men uchrasi keldi. Xo'p, shoshma. Xo'p, mayli, xo'p. Notebook olamiz. Saytga kirish bo'lsa, saytga kirish. Lekin bu saytdan biz hozir qanaqa klon chaqiramiz? Biz o'zi qanaqa klonlar qoldi o'zi bitta. Hozir. Deylik, balki menyuyimiz o'zgargandir. Ikki safardan beri o'xshamayapti o'zi. Qo'shimcha dabavkalar bordir. Gambitga bunaqa temada hazil qilmang. Boya qarindoshlarim do'siz, brat. To'g'risi. Ya, endi qarasizlar, qo'rqyapsizlar, ozgina tilki tushyapsizlar, nasrlarni ko'tarish uchun shunaqa gapiraman degan. Rahmat, xafa bo'lmang. No, hammanglar do'stlar. Men bilmayman bunaqa qilsa nima qilish kerak, lekin biz yig'ildikmi? Mana shu saytga kirib klon chaqirishga majburmiz. Chunki hozir prosta xayrlasha olmaymiz, ishonasizmi? Men video yo'qilgan, hozir men prosta videoni chiqara olmayman, shuncha rasot qilib. Shuning uchun ham mayli, nima bo'lsa bo'lsin, yangi klon kelsin-da, qo'ldangiz bizdan qo'rqitib qolsin.
Qo'rqqanimizda maydonga chiqmasdik. Let's go. Oxirida Sardorni topishimiz kerak biza. Eng asosiy maqsadimiz. Stop, shoshma. Biz hozir Sardor topish esimizdan ham chiqib ketibdi. Nechtalab klon chaqirib tashladi-ya. Birinchidan klonni o'sha o'yinchoq tashlamiz. Ikkinchidan Gambit botni bizani qiynayapti. Va do'stlar, biz hozir yana o'sha qo'rqinchli saytga kirishimizdan oldin sizlar bitta narsani bilishni xohlagan bo'lardim. Bilgan bo'lsanglar, men yaqinda juda ham katta pump reja qildim va 3 million obunachini biz mana 3400 obunachilarim bilan birgalikda nishonladik. Va bilasizlarmi nima? Biz bu ketishda 100% 10 million obunachiga erishamiz va mana shunaqa brilliant knopkani qo'lga kiritamiz. Shuning uchun ham hozirroq obuna bo'linglar. Va aytgancha, bilasizlarmi, brilliant knopka Amerikadan keladi. Va bilasizlarmi nima? Brilliant knopka kelmasin-da, men o'zim Amerikaga borib olsam-chi YouTube studiyasiga. Chunki O'zbekistondan 10 million obunachi olganman, demak, O'zbekistondan bir jiddiy YouTube vakiliman. Va albatta men agarda YouTube knopkani olish uchun Amerikaga borsam, aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilaman. Chunki aviasales.uz da sayohat uchun biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va aytgancha, Amerikaga borib ko'chada qolib ketmaslik uchun bemalol aviasales.uz dan hattoki mehmonxonalarni ham bron qilsam bo'ladi. Xullas do'stlar, sizlarga ham aviasales.uz tavsiya qilaman, foydalaninglar. Men esa hozir Darknet saytidan foydalanishga majburman. Va do'stlar, biz yana o'sha Darknet saytiga kirib oldik. Va qarang mana. Qarang. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Men hech qis klon chaqirganman, bunaqa yomg'ir yog'magan. Voy, jala quyapti-yu. Qani shoshma. Endi klon keladimi? Ana endi bo'lmasam navbat mana shu Darknet saytiga kirishga va biz o'sha kirib bo'ldik. Va xo'p, qaranglar. Yana o'sha odatiy interfays, mana tralala degan klon, Igor degan klon, bilay, biz bu Gobni chaqirganmiz. Ana endi bo'lmasam yana sal pastroq tushamiz, balkim yana yangi klon. Nima bu? Shoshma. Yo'q, qarang, hozir men buni ustiga bosganim yo'q-ku. Kattaligini qaragin buni. Hop, shoshmanglar. Hop. Ismi Pumba. Semiz klonga Pumba degan ism yashadi. Hop, yoshi ma'lumot yo'q, bo'yi 188 cm, natija 35. Ya'ni 35 ta klon qilganmi shunda? Odam o'ldirgandir balkim. Hop. 38 ta. Bu semizligini qarang buni. Menimcha ko'p odam yeganidan semirib ketgan. Bunaqa narsa. Sen ustiga bosmang, Darknet har doimgi o'yinlari bular. Bizga o'zi yod bo'lib ketgan, hayron qolish kerak emas-da. Shuning uchun pas ssenariy davom etishi kerak. Nima deysizlar? Agar Darknet o'zi bizga shu klonni chaqirishni yana majburlayotgan bo'lsa, biz qo'rqib taslim bo'lamiz. Yo'q. Chaqiramiz. Yo'q. Shunaqa deyapman-ku, lekin hozir Gambitni yana klon qilib bizani qiynasachi? Men qiynadimmi seni? Uka, men ko'nglingga ozor berdimmi seni? Klonga eshikni ochib berdingiz-ku, kim ochib berdi bu? Qiynaldingmi? Ya qo'rqdim. Qiynaldinglarmi? Qiynalmadik va Davayt ko'rsatmalarni o'qib ko'ring-chi. Просто chaqiraylik bo'ldi. Yana men hozir nomerimni teraman. Har doimgidek men. Ya'ni bu sizlar o'ylab ko'rasizlar, men teraman. Hamma do'stlar, ana endi tezroq telefon nomerini terib, shu klonni chaqiramiz. Let's go. Xullas do'stlar, ana endi hamma nomer terildi va просто chaqirish degan knopkani bossam kelish kerak. To'g'rimi? Da. Na startda turibdi. Mana chaqiradi hozir. Bo'lmasam do'stlar, Darknet 5-chi qilsam va yangi klon. Ket. Wow. Ket. Wow. Yana har doimgidek umuman chaqirib bo'lmayapti. Hozir ishlamayapti-yu, nima qilamiz, brat yana? Yo'q, men hazillashmayman, rostla ishlayapti. Mana qara, mana. O'shamachi o'zim. Uy bilan. Brat, Shoshma. Hamma yozishdimi? Da, hamma joyda o'shdi. Shoshma, qara. Qizuv temalar boshlanyapti. Kompyuter mazza qilishni qaranglar. Gapirishga ham qo'ymaydi. Qanaqa gapirasiz? Siz klon kelyapti, siz zo'r tema bo'tyapsiz. Qoching, mana. Anti qo'y, mana. Chimadan, Bering menga. Kamerani, o'sha kamerani shu oling, Gambitaga. Bizning tungi kameramiz qani? Bor, olib chiq yondan. Hop, tashqarida qanaqa klon keldimi? Ay, bilet, qo'lim. Ham derazani kim ochib qo'yapti? Hop. Ya stop, menimcha. Ol buni o'zing sumka qilib bermang chimadanni. Qayerga bekityapmiz chamadonni? Men bilmayman, chimadan qayerga berishdi. O'zi shoshim kimdir keldimi? O'zi yoki biz plus qo'rqamizmi? Просто svet o'chdi, tekshirish kerak kimdir keldimi yo'qmi? Har doim o'zi svet o'chgandan keyin klon keladi-da. Birinchi men buni gumdon qilish kerak, qayerdir bekitaylik. Chimadannimi? Ha? Hop, chimadanni-ku bekitamiz, lekin hozir nimaga svet o'chgan bilishimiz kerakmi? Albatta. O'zi svet o'chirmaydi-ku. Hop, sababini qildi-ku o'chdi. Aka chaqirilmadi-ku. Biroz har safar chaqirilgandan keyin u ekran o'z-o'zi yo'q qoladi. Ekran oxirida qotdi. Knopka bosasa ishlamadi, xuddi rasmga o'xshab. Demak, yangi обновление bor. Shoshmang, chiqaylik, qop tashqariga chiqaylik просто. Mana qaranglar. Stop, jim tur. Qanaqa qo'shiq ovozimi? Demak, faqat bizda o'chganmi shunda? Da. Atrofda o'chmagan. Kirchi bu yoqqa. La o'rtoqlar.
Har doimgidek svet o'chib, klonlar kelish boshlandi. Hech kim yo'q, просто hech kim yo'q. Va nimaga faqatgina bizni svet o'chdi? Xafa qilma meni. Brat, Bu qanaqa bu qiz bu? Bu qanaqa bu? jim bo'lib qoldi. Nimaga qarotdi? Shoshma, nima deb ko'rib qoldi? Senim tinchlikmi? Qo'lingdagi chimadonni Brat. Ket. Kim bu? chimadonni ber. Men prichom emasman bu yerda, iltimos. Bu qanaqa klon? Qiz bola bu. Hop, saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Gamitdagi saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Qiz bolaligi meni xursand qildi. Ha, sizga hazil bo'lsa bo'ldi. Voy, nima qilyapsan bizda? Bor ket. Yuzini yaqindan qarasina. Qo'lidagini qarang. Qo'lida o'yinchoq. Bizning o'yinchoq ana. Buni qaramaylik, bizdan ko'rib qoldi, nechtadan ko'rib qoladi. Chiqir tez. Ol. Eshik bizga, ha? Eshit. Yo, panjarasi bor mana, temir. Hiperaktivna ya. Yo, shoshma. Nima deyapti bu? Nima kerak senga? Xafa qilma, meni deyapti. Nima xafa qilamiz biz buni? Jinnimiz sani. Qo'lingni sup tepaga chiqaylik, biz tepaga chiqaylik. Ketdik. Bu eshik yopiq, kirolmaydi so'z. Da. Derazalar yopganmisizlar? Deraza yopiq. Yo'q, bolalar. Bu hazil emas bu umuman. Ikkinchidan, biz o'z chemadani bizdaligi endi 100%. Ya'ni bizda chemadan bizdaligini ko'rsatib qo'ydik уже. Vohira aytdim deb boya bekitili deb tushundi. Aka, vaqt yo'q edi. Chet уже o'chgandi. Qarang, men qanaqa o'ylagandim? Klon chaqiraman, o'sha pumbamida nima edi, anu semizmidi? O'sha klon chaqiraman, klon kelgungacha aka har doim bizda vaqt bo'lgan. Biz har doim vaqtimiz bo'lgan. Har doim oldindan yashirib qo'yganmiz. Hozir qarang, Tем более biza Pumba degan klonni chaqirdik. Bu qanaqadir qiz bola. Da, rostdan ham. Qo'lida ayiqchamiz bizani qidirib yurgan. Bu meni chaqirgan bo'lsang, nega qiz bola keldi? hop chikkon oyog'i bundan nima qotdi? Xullas, savollar вообще ko'p. Birinchi chemadon yashirish kerak. Hop, bu yoqqa kelinglar bo'lmasa. Yo'q, mana bu shkafga yashiramizmi? Ya bu shkafga bilinib qoladi-da, lekin. Tepasigacha, bo'yi pastroq edi. Ha, da. Qaramaydiysizmi? Ko'rinmaydi-da. Da, kallasiga ham kelmaydi. Vot, umuman ko'rinmayapti. Aniq ko'rib, lekin uzoqdan qarasa ko'ryapti-da. Amal bu tarafga bilmaydi demoqchisiz. Hop, qarang. Kitobni yashirdik. Endichi. Bilsang, oldingilari bilan ozgina gaplashsak nimadirlarni tushunardik. Bir gaplashib ko'rmaylikmi? Aka, buni gaplashadigan so'z yo'q, bu yerda menimcha. Yo, gapiryapti-yu, xafa qilmamani deyapti, chamadan deyapti. Maqsud sezsanmi? Boyda men akam qichib qotdilar. Qiz bola bo'lsa, zo'r bola, qiz bola kelgani. Sizga prikol bo'lsa bo'ldi. Qara, qiz bolani ko'nglini olish osonroqdi-chi, o'g'il bolaga qaraganda. Sherigimmi deng, eng yaxshisi. Qara, kulvordi bilan. Tushunarman. Ey, kulvordi. Qamayl, hop, qarang. Hop, ana endi hazilsiz jiddiy aytganda, esingizda turibdi? Yo'q. Esingizda kim bo'lsa? Yo'q. Esingizda turibdi-ku, kim? Qo'l izi u. Da, qo'l izi. Qanaqa odam turib ko'ryapti, voy. Qo'l izi bu. Kulib turibdi ekan, brat. Yo'q. Bor yaqindan ol. Sezmadim ham. Mana bitta turibdi ekan. Uzoqdan bu qo'l izi bo'lib ko'rindi. Papona, Do'stlar, to'g'risini aytsam, Baqali, shoshma. Birinchi o'rinda like bosinglar. Chunki bu videoga 105 ming like va albatta obuna bo'linglar. Chunki bu videodan menga 33 ming yangi obunachi kelish kerak. Shuning uchun iltimos hozir bo'shatib bajaring. Chunki bu serial davomi bo'lishi kerak. Chunki qaranglar qanaqa yangicha klonlar kotdi. ishi yopiqmi? Da, yopiq. Tegmang, brat. Omoniki Gambit eshikni ochmoqchi. Yo'q, albatta. Gamitiga bog'lab qo'yamiz lekin. Serios bog'lab qo'yamiz, lekin eshik ochmang iltimos. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu klonni qo'lida chikkoni ayiqchasi bor. Bizga mana shu ayiqcha kerak. Shuning uchun ham biz bu klonni haydab yubormaymiz. Ya'ni bu klonni yashnab o'tirmaymiz, chiqib gaplashib ayiqchasini olishimiz kerak. Ayiqchasi qarang, qani. Ayiqchasini ko'rdingizmi? Men ko'rmabman buni. Derazaga yaqinlashsam, beliga bog'lab olganmi? Qo'lida ayiqcha turibdi. Biz plan qildik, ayiqchani olsak baxtli bo'lamiz. Men ham xuddi shuni aytaman. Lekin qanaqasiga olamiz? Qarang. Hey! Isming nima? Isming bormi? Meni ismim bormi? Ha, kel, men ko'yinini olib beraman senga. Bu Ismingiz nima? Brat. Qo'rqyapman. What is your name? nima bu? Voy, Shoshma, nima deyapti? Xafa qilma meni. qara, xafa qilma. Mencha buni xafa qilyapmiz. Brat, kelinglar bu yoqga. Menda fikrim noaniq bo'lib qoldi. Qo'lda qattamami ayiqcha, bo'z bo'yaqcha qanaqasiga biz olamiz? Biz Pumani chaqirdik, qiz keldi. Qiz ham bekorga kelmadi. Biz ayiqchani unutib qoldirganimiz uchun qiz как будто bizga olib keldi.
ular qaranglar bizga yordam berayotgandaymi bilmayman. Что bari o'zligi mazza qilib ana razlicheniyasi uchun bizani o'ynatadi, bilasanmi? O'yinlar bor. Ha, yana biz qo'rqayotganimiz ko'p o'ylamazda qilib. Ha, kalmariga o'xshaydi.